Mana shablonga qarab integrallanadi. Qachon integrallanadi desa, javobga tushmasa, differensial ossetirga tushmasa, demak bo'laklashga tushadi. Endi sekin-sekin misolni ajratishni boshlaymiz. Qaysi birini qaysi yordamida ishlashni. Masalan, bizga misol x ko'paygan sin x dx. Hozir jadvalga tushamizmi yo'q? Differensial ossetirga tushami yo'q desa yo'q. Differensial ossetirga tushmasa qadar qilamizsa, qaysi birining xoslasi ikkinchisi o'tishi kerak. Hozir bunda ikkalasidan bir narsa. Buni xoslasi bunga o'tmaydi, buni xoslasi bunga o'tmaydi. Jadvalga tushmaydi, demak oxirgi chora bo'laklar integralashga tushadi. Endi bitta narsa qilamiz. Misol yengil boshlash uchun biz kalda aytgan narsa olib tashlaymiz. Hozir x bo'yicha integrallanishimizni bilib bo'ldik. Endi misol yengil boshlash uchun mana shu narsani olib tashlayman. Lekin hayolimizda bor bu narsa. Bu narsani olib tashlashdan maqsad mana bu yerdagi shablonga to'g'ri-to'g'ri tushirib olish. Ya'ni nima gap bo'ladi bizga? Har doim misolda bizga ma'lum joy beriladi. Biz bu tomonni topib yozishimiz kerak. Moslaymiz qaraydi. Ikkita variant bo'ladi. Hozir a ko'paygan 5 ga x bilan sin x moslashtirish kerak. Hozir men a o'rniga x yozsam bo'ladi. Yo'q, boshqa turadi. a o'rniga x ni 5 gacha sin x. Moslash tushundinglar-a? Mana gap bo'ladi. Masalan, a ko'paygan b, 5 ko'paygan 4 bo'lsa, moslayapman. a ni 5 ni o'ylayapman, b ni 4 ni o'ylayapman. Yoki ikkinchi xil moslash ham bormi? Qanaqa bo'ladimi? a ga 4 bo'lishi mumkin, b gachi 5 bo'lishi mumkin. Bunda ham shunaqa. a o'rniga x olishim mumkin, 5 o'rniga sin x olishim mumkin kattasi. Endi sekin-sekin to'g'ri tanlashni o'rganamiz. Hozir men to'g'ridan, ya'ni yechim shundan osonroq chiqadi. Bu bizning ma'lumotlarimizning majmuasi. Endi qaraylik. A berilgan bo'lsa, A shtrix topamiz. A shtrixga hosila olishgan. Hosilasi nima bo'ladi? Ikki tomondan hosila olyapman. A dan hosila mana, x dan hosila. Endi qaraylik. B ni topayotgan bo'lsam, men hosilani nima qilishim o'chirish kerak? Endi bundan nima qilish kerak? Integral olish kerak. Hosilani paydo qilish uchun hosila olamiz, hosilani yo'qotish uchun hayotni integral olamiz. Hosila belgisini paydo qilish uchun hosila olish kerak, hosila belgisini o'chirish uchun integral olish kerak. Hozir mana bu integral nima chiqadi? Minus cosinus x. Shu joyga mana tushundim. Takrorlayman qaytadan. Mana bu shablonga ko'ra mana bu ikkalasini moslashtirdim. A ga x tanladim, b shtrixga sin x tanladim. Endi men a shtrix topish uchun hosil olaman, b shtrixdan b topish uchun bunday integral olaman. Endi nima yetib keldisa, shablonni o'ng tomonni to'ldirish kerak. Mana bu joyni to'ldirib beramiz. A b majmuasini olaylik. A o'rniga x, b o'rniga minus integral olsa nimani? B o'rniga minus cosinus ko'paygan bak. To'g'ridamiz. Mana ikkita minus. Bizlar cosinus integralni bilamizmi? Bilaylik. Mana javob. Endi plus sensi bor. Ya'ni mana bu integral javob mana. Bo'raklar shunaqa bo'ladi. Yani tushuntiryapti ikkita misol bilan. Integral ostida to'rt x o'taygan ln x dx
Birinchi nima qilish kerak misolda? Chalg'itayotgan dxni o'chirtirish kerak. Keyin shablon kerak. Shablon uchun ma'lumot kerak sizga. Mana ma'lumotlar bazasi kerak. Qaysi olish kerak? A ga 4x ga 5 lx ga. Ko'ramiz. Lekin qardim so'ylaganda bo'lmaydi. Hozirgina to'g'ri keladi. Ko'ramiz. A shirk topsak. To'g'ri. B topsak. Buni integrali kerak. Xoslasi emas. Qiyinlashdimi? Qiyinlashdi. Buni integralni hayollayib yura olmaysiz. Buni integralni o'zasiz bo'lakka tushiradi. Demak, nima deymiz? Xato moslashtirdik. Moslashtirish xato bo'ldi. Qanday bilsa bo'ladi desa, to'xtalib qoldinglarmi, integral bera olmayapsan, xato moslashtirdik. Endi to'g'ri moslashtirish olish kerak. Aniq bo'larkan? A ga lx olish kerak. B shtrix ga 4x olish kerak. A shtrix aytaylik. Oson olyapsizga. B da aytaylik. Bunda integral. Shunaqa? Muhammad tushunayapsan? Xosla belgisini paydo qilish uchun xosla olish kerak, xosla belgisini o'chirish uchun integral olish kerak. Endi integral olamiz. Moslashtiramiz. Ayting. Başlayalım. Buyurun. A o'rniga x, B o'rniga X minus integral osti X B o'rniga x kvadrat, A shtrix o'rniga A shtrix o'rniga A o'rniga emas. Bo'lyapti buni. Dx bor hayolda, nega yozmayapmiz? 2x kvadratga aylangan x minus soddalashtirsak 2x mi? Qisqartirdi. Endi integral oxirgi holat. Integral o'zi qarasanglar soddaroq integralga aylantirib beradi. Keyin integral plus c. Mana javob. Ln x dx bunga nima deysizlar? Qanday ishlayapsiz? Shunday. Avval dx o'chiramiz. Chalg'itaylik bizga. Lx qoladi shunday. Endi hozirda bitta funksiya qoldi. Bunda tanlash kerak. Hech narsa o'zgarmasligi uchun bir degan ko'paytuvchi o'zlari tasavvur qilib olganasiz. Endi moslashtiramiz. Qaysi? Aytinglar. A lx ga chunki 5 shtrixdan muammo turamiz o'zimizga. 5 shtrixga nimani? Mana A shtrix B integral olish kerak. To'ldiramiz ma'lumot. A B x lx o'rin minus B A shtrix x taqsim x lx minus nimani? Mana javob qanaqasi? X dx minus x plus c. Chunki banda integral x bo'ladi. X bo'yicha olyapmiz. Tushunarli?